Voy, hamma PR qilyapsizlar deydi. Mana sizlar uchun. Bizda hammasi realniy 1550 ga 98-yil Bardo'yda emas. Bitta like bosmang. Bizda bo'ladi eng arzoni. Chunki bu eng arzon Namangan kanali 98-yil. Mashina ideal bo'lib turibdi. Chexol, magnitofon, kolonka, patolog, stoyka hammasi bo'lgan. Qo'yingki tayyor. Bitta shopir bo'lsa, shuni tirikchilikda o'tkazib ketaveradi. Eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lib kuzatib tursangiz, Telegram kanaliga kuniga 5 ta 10 ta mashina tashlaymiz. Bittasini bosib olasiz. Gazi bor, kraskasi 50-60 foiz bor ekan. Mashinani choklari ham yaxshi bo'lib turibdi. 50-60 bor ham sujit desangiz ham 1550 ga 98-yil Bardo'y tayyor. Tirikchilikda o'tkazaveradi. Gerb labovoy bor, holati ideal bo'lib turibdi. Zigzaglarni ham ko'rdim. Pechat, zigzag qilib etmagan. Gazi bor, mashina bemalol proverka qilib olsanglar bo'ladi. Xohlagan dokumentinglar bo'ladi. Bu afrmit emas, xohlagan dokumentinglar, dokumentni pulini, mashinani pulini notariusga borib sanaysizlar albatta. Notariusga borib sanab dokument qilaverasizlar. Haliga ko'pchilikda holat bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi. O'shaning uchun notariusga sananglar. 98 Bardo'y, motor, ходовой, korobka, mos, jim holatda mashinani ko'ringlar. Bitta like bosib qo'ying. 1550 ga bunaqasini topish qiyin deb o'ylayman. Albatta eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmang, arzonlari oldinda bo'ladi. Bosamiz jigarlar.